Jamoat namoziga ulgurolmagan kishining sajda sahvi qilishi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Agarda biz imomga iqtido qilgan namozning mayli 2-chi rakati yoki 3-chi, 4-chi rakatiga ulgurdik deyli. Imom salom berib namozdan chiqqandan keyin o'zimiz kam qismini to'liqlaymiz. Ashu biz to'liqlagan qismida biror vajibat unutish qatorliq sahvalik sajdasi kerak bo'ladigan xatolik o'tkazgan bo'lsak, ashu o'zimiz to'liqlagan qismning oxirida ayrim sahvalik sajdasi qilamizmi yoki imomga iqtido qilgandan keyin o'qigan namozimiz durust bo'laveramdi? Allah ilmingizni ziyoda qilsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablarga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Jamoat namoziga to'liq ulgurgan kishi namozda sajda sahvi qilishni kerak qiladigan bir sahvalik o'tkazib qolsa, imomga ergashib namozini tamomlaydi. Imomdan ayrim sajda sahvi qilmaydi. Imom Navaviy rahmatullohi alayhi aytadi: Agar imomning orqada turib sahvalik o'tkazgan bo'lsa, imom uning sahvalligini ko'taradi. Ularning hech biri sajda sahvi qilmaydi. Bu Shafi'i mazhab imomlarining birdaq qarashidir. Shayx Abu Hamid Makhuldan boshqa barliq olimlar shunday qaragan degan. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Imom degan boshqalarning ergashishi uchun belgilangan. Shunga uninga muxolifatchilik qilmanglar. Imom rukuga borsa rukuga beringlar. Imom sami Allohu liman hamida desa, Rabbana lakal hamd danglar. Sajda qilsa sajda qilinglar. Imom o'ltirib namoz o'qisa, hammanglar o'ltirib o'qinglar. Namozda saplarni ro'slanglar, chunki sapni ro'slash namozning husni kamolidandir. Imomga iqtido qilgan ahvolda sahvallik sababidan sajda sahvi qilsa, imomga muxolifatchilik qilgan bo'ladi. Hamda jamoat namoziga to'liq ulgurolmagan kishi imom bilan birga o'qigan rakatlarda yoki imom salom berib bo'lgandan keyin o'rnidan turib o'tib ketgan rakatlarni to'liqlab o'qiyotganida sajda sahvi qilishni kerak qiladigan biror sahvalik o'tkazib qolsa, namozning oxirida sajda sahvi qilish kerak bo'ladi. Chunki bundaq ahvolda namozning qolganini o'zi yolg'iz o'qiydi. Shunga bu ahvolda sajda sahvi qilsa, imomga muxolifatchilik qilgan bo'lmaydi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 50-numurliq fatvo.